Assalamu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurashid. Bugun payshanba. Hörmətli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bolsun. Dünyanın hər qaysı yerlərdəki Uyğur təşkilatlarımız, siyasi fəaliyyətçilərimiz və avam xalqımız yaxınqı zaman tariximizdəki unutulğusuz zor hadisələrin biri hesablanğan 5 fevral G'ulji inqilobining 28 yilligini bütün dünya miqyasida türlük fəaliyyətlər bilan keng ko'lamda xotirlash orqali G'ulji şehitlərə bo'lgan cheksiz seg'inishini və hurmatini izhor qilish bilan birga Şərq Türkistan xalqiga qarta rəyimsizlərcə irqiy qırğınçılıq yürgüzüyotgan mustabid Xitoy hokimiyatiga bo'lgan la'nati və g'azab nafratini ifoda qilishdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 5 fevral G'ulji inqilobining 28 yillik munosabati bilan 22 yanvar kuni maxsus chaqiriqnoma e'lon qilib, har qaysi ellardagi tashkilotlarimizni, siyosiy faoliyatchilarimizni va Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni 5 fevral G'ulji inqilobining 28 yillik munosabati bilan o'zlari turishliq davlatlarda turli shakldagi xotirlash va norozilik faoliyatlarini o'tkazish orqali G'ulji shehidlarini yod etishga va bu fursatdan foydalanib Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga qarata rəyimsizlarcha yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarga, yana shundaqla Xitoyning chet ellardagi Uyg'urlar qaratgan chegara halqagan bostirish qilmishlariga qarshi keng ko'lamli norozilik harakati qo'zg'ashga chaqirgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi yana bu munosabat bilan 5 fevral kuni maxsus bayonot e'lon qilib, 5 fevral G'ulji qirg'inchiligi tarix emas, balki u davomlashayotgan bostirishning bir qismi deb ko'rsatdi va dunyo jamoatchiligidan Xitoy hukumatining jinoiy javobgarligini surishti qilishni talab qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi yoshlar komiteti tarafidan 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining 28 yillik munosabati bilan mazkur qirg'inchilikning sababi, jarayoni va Xitoy hokimiyati tarafidan qonliq bostirilishi namoyon qilingan inglizcha qisqa hujjatli film ishlab tarqatdi. On a cold winter morning in 1997, hundreds of Uyghurs took to the streets of G'ulji, demanding freedom, justice, and an end to oppression. The Chinese government responded with brutal force. Security forces opened fire on unarmed protesters. Blood stained the snow-covered streets. Thousands were arrested. Many were tortured in prison. Some executed in secret trials. The G'ulji massacre was just the beginning. The Uyghur genocide continues. Silence is complicity. The world remained silent, but the memory of the G'ulji massacre lives on. Act now. Beşinci fevral G'ulji qirg'inchiligini xotirlash faoliyati tunji bo'lib Yaponiya Uyg'ur jamiyatining uyushtirishi bilan 2 fevral kuni Tokioda o'tkazilgan norozilik namoyishi bilan boshlandi. 2 fevralda Tokioning eng avot rayoni bo'lgan Shinjuku rayonida Uyg'urlar bilan Uyg'urlarni qo'llovchi yaponlarning qatnashishi bilan elib berilgan bu namoyishning ta'siri ilgirki yillardagi qaraganda alayda zo'r bo'ldi. Shu kuni Shinjuku rayonidagi minglagan yaponlar va sayohatchi chet elliklar Xitoy qarshi bu namoyishni naq maydonda ko'rgan, tashviqot varaqlarini olgan, namoyishchilarni suratga tortgan va videoga olgan. Bu faoliyatni uyushtirgan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi Sharq Osiyo ishlar komitetining mudiri Savutjon Mehmet Efendi bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida namoyishchilarning so'g'uq havo qarmasdan jarangliq ovoz bilan Xitoy qarshi shiorlarni to'lab, kishilarning zo'r diqqatini tortganligini bayon qildi. U mundaq dedi: Namoyishda jarangliq ovozda Xitoy hukumati G'ulji qirg'inchiligining mas'uliyatini zimmanga ol. Biz G'ulji qirg'inchiligini mengu unutib qolmaymiz. Xitoy hukumati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtat. Xitoy majbur emgakni to'xtat. Xinjiang emas, Sharq Turkiston va Uyg'urlarga erkinlik degandek shiorlar tovlandi. Bulardan sirt Tayland hukumati Uyg'urlarni Xitoy qaytarib berma, Uyg'ur musofirlarga erkinlik degandek shiorlarmi tovlandi. Savut Mehmet Efendimning bildirishicha, namoyish Tokioning eng avvat tijorat va sayohat markazida o'tkazilgan bo'lg'achqa,
nurg'un kishilarning diqqatini tortgan. U bu vaqtda to'xtalib, bu namoyishni ko'rgan nurg'un sayohatchi darhol telefonlarini chiqarib suratga va videoga tortishdi. Shinjuku bekitining oldiga kelganimizda ko'p sonda sayohatchi ko'rdik. Bularning ko'pinchisi Xitoy sayohatchilar ekan. Ular bizning namoyishimizni ko'rib hayron qolgan holda suratga tortishdi. Yaponiya davlat televiziyasining muxbirlari namoyish to'g'risida bizni ziyorat qildi. Fevral günü bolsa Qazaqstan Uyg'urlari Dünya Uyg'ur Qurultayının Qazaqstandagi rahbarlari ham vakillarining tashkillishi bilan Olmaotaning Oqbuloq restoraniga jam bo'lib, 1997 yil yuz bergan 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining 28 yilligiga bag'ishlangan xotirlash marosimi o'tkazdi. Dünya Uyg'ur Qurultayının vakili Rayim Mansurov apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan xotirlash marosimida so'z qilgan Dünya Uyg'ur Qurultayının oliy maslahatchisi, siyosatchi Qahramon Xo'jambardi apandi G'ulji qirg'inchiligining kelib chiqish sabablari, uning tarixiy ahamiyati, dunyo vaziyati, bo'libmi Amerika, Rossiya va Xitoy mamlakatlari orasidagi munosabatlar, kommunist Xitoy hokimiyatining qirg'inchilik siyosatining bugunmi ham vatanimiz Sharq Turkistonda davom qilayotganligini, Dünya Uyg'ur Qurultayının keyingi vaqtlardagi faoliyati haqida tafsiliy doklad berdi. Qahramon Xo'jambardi apandi G'ulji voqeasining tarixiy ahamiyatini tushuntirib mundaq dedi. Birinchi, bu g'aflat uyquda yotgan Uyg'ur millatining g'ururini, sunmas irodasini namoyon qildi. Uyg'ur millatining beshini egib yotmaydiganligini, mustaqillik uchun kurash qildiganligini namoyon qildi. Ikkinchi, G'ulji voqeasida butkul dunyodagi birinchi navbatda inson huquq tashkilotlari va davlatlar qiziqishga ham chet elga qochib chiqqanlarga panoh berilishga boshlandi. Olmaotada o'tgan G'ulji voqeasiga bag'ishlangan xotirlash marosimida so'zga chiqqan Dünya Uyg'ur Qurultayining muavin raisi Erkin Ahmetov va Dünya Uyg'ur Qurultayi fondining muavin raisi Tursunjon Saidovlarmi qurultayning ilib berayotgan faoliyatlari va moliya ahvoli haqida tafsiliy ma'lumotlar berib o'tdi. 5 fevral tushdan burun Amerika Uyg'ur birlashmasining tashkillashi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati tashkiloti va Uyg'ur tadqiqot markazining moslashib berishi bilan Amerika poytaxti Washingtondagi Xitoy elchixonasi oldida Xitoy hukumatiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Xitoy elchixonasi oldidagi namoyish maydonida oy yulduzliq ko'k bayroqni lapildatib turgan Uyg'ur jamoati qo'liga 5 fevral G'ulji qirg'inchiligini unutmaymiz, hargiz unutilmaydi. Xitoy Uyg'urlarni o'ldirishni to'xtat, Xitoy organ yig'ishni to'xtat qatorliq lozung plakatlarni ko'tarib, Xitoy hukumatining zulm zo'ravonligiga bo'lgan qarshiligini bildirdi. Namoyishchilar yana Uyg'ur irqi qirg'inchiligini to'xtat, Sharq Turkistonga hurlik, qotil Xitoy Sharq Turkistondan yo'qol degandek shiorlarni yangratib, Xitoy hukumatining vatanimizdagi mustabid zo'ravonliklari va bostirishiga bo'lgan noroziliklarini bildirdi. Dünya Uyg'ur Qurultayining oliy maslahatchisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat namoyishda so'z qilib, 1997 yili 5 fevral kuni Xitoy hukumati tarafidan milliy bo'lginchilik deb qaralanib, qonliq bostirilgan bu voqeani, shundaqla haq yo'lida shahid bo'lgan Uyg'ur yoshlarni eslatib o'tdi. U bu vaqtda ziyoratimizni qabul qilib, 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining ayni chog'da Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulm siyosatining dunyoga oshkorlanishi, jumladan irqiy qirg'inchilikning dastlabki alomatlaridan biri ekanligini ta'kidladi. Terrorist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! China stop the genocide! 5 fevral Turkiyada faoliyat olib berayotgan Dünya Uyg'ur Qurultayi vaqfi va Turkiya Uyg'ur tashkilotlari munbirining uyushtirishi bilan 5 fevral kech soat 6 da Anqaradagi Grand Dora mehmonxonasida Türkiye parlamentidan 3 parlament a'zosi, siyosiy partiyalarning vakillari, muxbirlar, Türk ojoqlari, Azaflı Azeri Medeniyet ve Hemkarlık Teşkilatı ve Yeni Bir Dünya Vahbi qatarlıq Türk teşkilatları ve Munberge a'zo Uyghur teşkilatlarının məsullarının qatnashishida G'ulji qirg'inchiligining 28 yilida şehitlerini xotirlash yig'ini o'tkazildi. 5 fevral çarşamba kuni Merkezi İstanbul'daki Xalqaro Sharq Turkiston Teşkilatlar Birligining uyushtirishi bilan Xitoyning İstanbul'daki konsulxonasi oldida norozilik namoyishi va axborot e'lon qilish faoliyati o'tkazildi. 5 fevral kuni yana Germaniyaning Myunxen shahridagi Yevropa Sharq Turkiston Birligi tarafidan o'tkazilgan namoyishga Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Turg'unjon Alovuddin apandim boshchiligidagi qurultayning markaziga bir qism rahbarlari va Myunxen shahrida yashayotgan bir qism qarindoshlarimiz ishtirok qildi. Qurultay raisi Turg'unjon Alovuddin apandim namoyish qilgan so'zida millatimizning hurligi, erkinligi va ozodlik uchun aziz jonlarni pido qilgan
qahramon G'ulji şehitlerini qalbimizda ebediyen yaşnatish, ularning kurashchan irodasi va milliy ro'yiga varislik qilish bo'lsa, muhojirat yashayotgan butun Sharq Turkistonliklarning milliy va vijdoni burchidan iborat deb ko'rsatdi. G'uljidagi vatanparvar, millatparvar, imoni kuchlik, vijdoni kuchlik shu qarindoshlarimiz Xitoy tajovuzchilariga kollektiv holatda eng yuqori saviya bilan ey Xitoy, mas zamin bizning zaminimiz. Sening bu zaminda hech qanday haqqing yo'q. Ey Xitoy, biz seni tonimaymiz. Biz seni tonimaymiz. Biz sening quling emas. Biz bir Allohning quli. Seni biz tonimaymiz degan ulug' vatanparvar chaqiriqni, ulug' shu dinimizning itiqod aminligini shu kuni jarangli holatda Xitoy tajovuzchilariga maydisini kerib turib, ular chu deganda ular Xitoylar tapinining ko'kilisigacha qurollanib chiqqan bo'lsa-mu, bizning qarindoshlarimiz ana shunda deb o'ziniki maydonini lakum dinukum valiyadinni ashada oshkora e'lon qilgan ulug' bir harakat. 5 fevral G'ulji qirg'inchiligini xotirlash faoliyatlariga yana Angliya parlamentining bir qism a'zolari ovoz qo'shgan bo'lib, ular Angliyadagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish tashkiloti boshlig'i Rayma Mahmud xonim bilan birlikda biz Uyg'urlar bilan bir sapda degan lozungini ko'tarib, bu kunni xotirlagan ham Uyg'urlarni qo'llaydiganligini bildirgan. Uningdan boshqa yana 5 fevral G'ulji inqilobining 28 yilligi munosabati bilan 5 fevral kuni Qirg'iziston, Kanada, China go home! China go home! Avstraliya, Angliya, Gollandiya, Shvetsiya, Fransiya, Shvetsariya, Belgiya, Norvegiya qatorliq davlatlardagi Xitoy elchixona va konsulxonalar oldida cho'ng ommaviy maydonlarda yoki yig'ilish o'rinlarida namoyish qilish, xotirlash yig'ini o'tkazish, bayonot e'lon qilish va xatmi Qur'on qilish qatorliq faoliyatlar uyushtirildi. Hürmetli körümenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgich aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.